Rasululloh aytibdilar, qalbida misqol zarra kibr bo'lgan kishi jannatga kirmaydi deyapti. Ozgina qalbida kibri bo'lsa, u jannatga kirmaydi deyaptilar. Qala rajulun, shunda bir kishi aytibdi payg'ambarimizgaki, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan va na'lahu hasanatan. Ya Rasululloh, bir kishi kiyimini yuvib poyabzali, oyoq kiyimini chiroyli bo'lishini xush ko'radi. Mana shu ham kibrmi dedilar. Chiroyli kiyimini yuradi, oyoq kiyimlari chiroyli, qimmatbaho bir kiyinib yuradi. Mana shu ham kibr bo'ladimi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu savolga shunday javob berdilar. Qala innalloha jamilun yuhibbul jamala. Allah haq subhanahu va taolo go'zaldir. Go'zallikni sevadi Alloh taolo. Kibr bu uymas dedilar. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nasi. Kibr bu dedilar, haqni inkor qilish va odamlarni kamsitish dedilar. Demak, bir insoniyki boshqalarni ustidan kulishlik, kamsitishlik, sanda yo'q, manda bor degan maqsad, niyat bilan amalga oshirsa, u kibr bo'ladi. Lekin da payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida Alloh jamil, mu'min musulmon go'zal bo'lishligi kerak, chiroyli bo'lishligi kerak ekan deb chiroyli kiyimlarni kiyib yuradigan bo'lsa, yaxshi oyoq kiyimlarni kiyib yuradigan bo'lsa, yaxshi qimmatbaho mashinalarni minib yursin. Mo'min odam hamma narsani o'sha niyatiga muvofiq chiroyli qiladigan bo'lsa, shariatimizda ruxsat berilgan. Faqat niyat. Zo'r mashinani olib, hamma menga qarasin, hech kimga yo'q bu mashinani men minib chiqdim, meni hamma maqtasin, kibr olib, boyinki odamlarga e'tibor bermasdan o'zini baland oladigan bo'lsa, ana bu kibr bo'ladi. Lekinda bu imkoniyat, ya'ni Alloh taolo bergan ne'mat, Alloh bergan ne'matni payg'ambarimiz ko'rsatinglar deganlar. Bor shunaqa odamlar, o'zi boyu, o'zi boy, uyida moli ham bor, hamma narsasi bor-u, va shalqillab qolgan valsapni minib yuradi. Olib men o'layotgan dunyoga yaxshiroq mashina min, yaxshiroq kiyimlarni bo'yin xaroboti kiyinib yuradi. Kiyimlarni ko'rsangiz juldur, o'zini bechora qilib ko'rsatib yuradi. Dinimiz bunga buyurmas ekan. Dinimiz chiroyli, yaxshi kiyinishga buyuradi. O'sha qimmatbaho mashinani mining, yo'lga ketayotganingizda bir kambag'al yomg'irda uvib turgan ekan, hamsoyangiz ketayotgan ekan, shunday to'xtab, birodar yoki otaxon, onajon mining mashinaga. Olib borib qo'yaman manzilingizga, shu yoqqa yo'limida deb mindirib olib boring. Ana bu haqiqiy mo'minning ishi bo'ladi. Qimmat mashinani minib olib, gerdayib va beva bechoralarning oldidan kibr qilib o'tadigan bo'lsa, ana bu narsa joiz emas. Zo'r mashinani mindiring, miningda xizmat qiling. Qariya otaxonlarga, onaxonlarga, to'ylarga olib boring. Otangiz bo'lsa, otangizni mindirib sayohatlarga olib boring. Onangizni mindirib sayohatlarga olib boring. Xizmatini qiling. Ana bu narsa kibrga kirmaydi. Dinimizda ruxsat berilgan azizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shuning uchun shu sahoba so'rayaptilar. Ya Rasululloh, bir kishi chiroyli kiyinishni yaxshi ko'radi, poyafzali chiroyli bo'lishlikni yaxshi ko'radi. Shu ham kibrmi deganda, yo'q, bu kibr emas dedilar. Insonlarni kamsitishlik va masxara qilishlik. O'zini baland olib, menda bor narsa senda yo'q deb ko'rsatishlik, bu kim bo'pti o'zi yalang oyoq deb ana bunaqa gaplarni qilishlik, ana bu haqiqiy kibr bo'ladi.